Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Agar sizda havoni pasayishi bilan bo'g'im sohalarida og'riqlar, mushak sohalarida og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, marhamat sizga komplekt to'plam bu sedana kapsulasi, noni kapsulasi hamda massaj yog'larimiz. Bular sizda bo'g'imdagi yallig'lanish, demakki mana shu artrit, poliartrit holatlarida, revmatizmda juda ham yaxshi og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi ta'sirlarga ega. Bularning ta'sirini mana shu diklofenak ukollari bilan ham bemalol taqqoslashingiz mumkin. Bo'g'im shamollashlarni ketkizib beradi, og'riq qoldiradi. O'sha yerdagi mahalliy yallig'lanishga qarshi o'sha yerdagi temperaturani tushirib ham beradi. Bundan tashqari mayda bo'g'imlarda qiyshayishlarni ham oldini oladi. Kapsulalarni 2 dan 2 mahal ovqatdan 1 soat oldin och qoringa ichasiz. Massaj yog'ini 2 mahal mana shu og'riq yuzasiga bemalol sursangiz bo'ladi. Buni yaxshilab qizdirib surgandan keyin 2 soatga o'rab qo'yilsa, juda ham yaxshi og'riq qoldirish xususiyatlariga ega.